Maşallah. Bu ne degen qo'chqor bu, Erikbay? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Kayla degan qo'chqor, bu 4-pokoleniyasi. Qaysi Arasham menenmi? Ova. Ha. 4-pokoleniyasida shunday tushgan, 5-pokoleniyasi buni. Bu oşonun qizi bo'lib qala oşonda. Qizi. Maşallah. Qizi svetli berib turgan. Qizi svetli, quyruq chotki buni. Quyruqlidaги beribdir, ha? Qo'zi ariqroq ekan bo'lgan. Qo'zi ariq. Jaylovdan tushdi-da. Buqa jaylovdan tushdi. Bu ekoteng satıladi oşonda. Yo'q, qo'zi satilmaydi. Qo'zi satilmaydi. Ova. Qo'chqor satiladi. Shu qo'chqordan elder foydalansin misol. Quloq deydi, quloqqa ishtagan ushul. O'sha bu quloq qancha chiqadi qo'chqordan? Quloq 26 chiqadi quloq. 26 toza. Toza. Qo'ziniki-chi? Qo'ziniki 24-23. 24-23. Bu satilmaydi deding, ha? Satilmaydi. Maşallah. Bunu qo'chqordan satgan sebebi ne deyim, aytsam? Bu qo'chqorni ishlatdik biz. Hozir birinchi qo'zlari bu, ikkinchi qo'zlar уже quvutdan chiqdi bu-chi. Chiqdi. Chiqdi. Dag'i tushadi buyursachi. O'shaga elder ishlatsin, foydalansın. Foydalansın. Bundan tushgan qo'zlar o'zi $1000 bo'ladi. Maşallah. Tushgani. Biroq mo svetdagi kelib tur Arashan svetga. O quloqni qaraqlar, maşallah. Уже 5-sidan уже buna. 5-sidan уже. 5-sidan elita. Elita. Maşallah. Qana ko'rdi. Qo'chqordan biroq quyruq sal kichikroq ekan. Razrez menen chiqarish o'ta qiyin masala. Qiyin masala. Biroq razrez meni chiqarib qo'ysin, ha? Buldagi o'ta cho'ng mehnat. Maşallah. Ushul mehnatni sen sotib o'tasan. Qancha so'mga qo'yasan? Elda qiziqda. $2000. $2000. Kemi bo'lavi yaxshilar? Shu jo'li bor o. Maşallah. Sende ham o'ta kuchli materiallar bor biroq, ha? Qaraqlar to'g'anlar. Kelaverasizlar. O'lchab, o'zing o'lchab. Qulog'i 26 santimetrda o'tadi qo'chqorning. Bo'yida bo'yli ekan. Quyruğu razrez menen. Qo'zi satılib aytgan qo'zisi biroq chiroq ekanda. Mana provding. Bu emi bunday dalili menen-da. Yo'q, kelib ko'rib, probniklarni ko'rib tala sotaveramiz buni. Biroq probniklari sotilmaydi. Boshi yomon cho'ng ekan bunda. Boshi cho'ng. Salom. Galbonos chotki. Svetida boshi svetli ekan. Mana ko'rg'o'rsan. Men etdi, shu birovga beraylik deb o'tamiz biz dag'ich. Maşallah. Bo'ldi ukam. Erikning nomerini ekranga qaltirasiz, chal baylanishga chiqingizlar to'g'anlar.